Vladimir Solovyov gapirgan gaplardan keyin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z fikrini bildirdi. Rossiyaning aeroportlarida mehnat muhojirlarini sotuvchi telefonlarni tekshirish harakatlari kuchayib kelmoqda. Rossiyaning Dumasiga mehnat muhojirlarini tibbiy ko'rikdan o'tish muddatlarini o'zgartirishga qaratilgan qonun kiritildi. Peterning Apraksin dvoridagi hostelda katta reyd bo'lib o'tdi. Millatchi deputat Mironov Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarni deportatsion depozit to'lashni majburiy qilmoqchi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 18-yanvar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. O'tgan haftada butun O'rta Osiyoga shu rossiyalik Vladimir Solovyov gapirgan gaplari tarqalib ketdi. Но самое важное для нас — наши ближние зарубежья. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные правила, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Bu gaplar gapirilgandan keyin tabiiy hol butun O'rta Osiyoda bu gaplarga odamlar o'z e'tirozini bildirishni boshlashdi. O'z o'rnida Armaniston Rossiya hukumatiga o'z e'tirozini rasmiy yubordi. O'zbekistonda ham ko'p blogerlar, siyosatchilar, deputatlar bu haqida gapirib chiqishdi. Bulardan tashqari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu vaziyatga tegishli o'z fikrlarini yetkazib berdi. Birinchidan, shu O'zbekistonning harbiy kuchlarini inspeksiya qilib chiqdilar. Umuman Mudofaa vazirligini kuchaytirilishi haqida ham gapirib chiqildi va bundan so'ng Tashqi ishlar vazirligiga bir nechta buyruqlar berilgan. Birinchidan, chet elda yurgan mehnat muhojirlarini haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ishni kuchaytirilishga qaratilgan. Boshqa tomondan, g'arb davlatlari bilan ham migratsiya masalasini kuchaytirishga qaratilgan. Bundan tashqari, prezident tomonidan AQShni elchisiga bir taklif berildi. Bu taklifga binoan O'zbekiston o'z ishchilarini AQShga ham yuborishga tayyor. Xullas, Solovyov gapirgan gaplar O'zbekistonda ta'sirsiz o'tmadi va yaqin vaqtda O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini ham o'zgartirishi hech gap emas. Siz bu voqea haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Rossiyaning katta shaharlarining aeroportlarida mehnat muhojirlarini shaxsiy telefonlarini tekshirishga qaratilgan harakatlar kuchaymoqda. Rossiya qonunchiligi bo'yicha shu chegaradagi xodimlar chet eldan kelgan mehnat muhojirlarini telefonlarini tekshirishga haqli. 2026-yildan boshlab bunday harakatlar ko'payib kelmoqda va tekshiruvlar ham kuchaymoqda. Bu haqida men o'zimni Telegram, Instagram va YouTube kanallarimda rasmiy ma'lumot berdim. Bu ma'lumotni men rus tilida berganman, chunki meni nafaqat o'zbekistonliklar, balki qozog'istonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonlik va turkmanistonliklar kuzatib kelishadi va ular ham aeroportlarda xuddi shu vaziyatga duch kelishadi. Shu zahot bu videoni millatchilar olib, boshqatdan Rossiyaning shu har xil millatchilarning kanallarida tarqatishni boshlashdi. Ular meni gapimni xuddi men shu Rossiyaga kelayotgan qandaydir vahobiylar yoki har xil diniy oqimlar, terroristlarga yordam berish uchun gapirganimdek qilib chiqarishdi. Xullas, ularga mening gaplarim yoqmadi. Shu uchun imkoniyat bilan foydalanib yana bir marta o'zbek tilida aytmoqchiman. Rossiyaga kelayotgan bo'lsangiz, telefoningizdagi bo'lgan narsalar, har xil kanallar, videolarni o'chirib tashlanglar, lekin hech qachon telefoningizni oxirigacha nol qilib o'chirmanglar. Chunki aynan shu sabab uchun ham siz Rossiyaga qo'yilmasligingiz mumkin. Oddiy qilib aytganimizda, xuddi har kun ishlayotgan telefoningizni ishlatinglar, lekin shu har xil diniy kontent bo'ladimi, Ukrainada bo'layotgan vaziyat bo'ladimi, bo'lgan fotolar hammasini Rossiyaga kelishdan oldin olib tashlanglar. Do'stlar, imkoniyat bilan foydalanib eslatmoqchiman. Uyga pul yubormoqchi bo'lsangiz, faqat Mir Privilegiya ilovasi orqali yuboringlar. Pul yuborganingizda promokod o'zbek tersangiz, shunda siz Rossiyadagi Saxovat fondiga yordam berasiz. Hoshiyadan silka chiqadi, yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Rossiyaning LDP partiyasining millatchilari Dumaga mehnat muhojirlarini
tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini qisqartirishga qaratilgan bir taklifni kiritishdi. Eslatib o'taman, hozir Rossiyaga kirayotgan mehnat muhojirlar 90 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishlari majbur. Va mana 1 yildan ko'p bu qoidalar qo'llanmoqda va ko'pchilik bu qoidalarga rioya qilib, o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishmoqda. Mana endi bu ham yoqmadi millatchi deputatlarga va ular endi tibbiy ko'rikdan o'tishga berilgan 90 kunlik muddatni ham 30 kungacha qisqartirishmoqchi. Ularning fikri bo'yicha mehnat muhojirlarga juda ham ko'p vaqt berilmoqda, 90 kun juda ham ko'p. Shu 30 kun ichida ular tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Eslatib o'taman, bundan tashqari shu tibbiy markazlarga, kasalxonalarga yangi bir talab qo'yilgan. Ular nafaqat mehnat muhojirlarining sog'lig'ini tekshirish kerak, balki bu ma'lumotlarni tezkor ravishda Ichki ishlar vazirligiga yuborishlari kerak. Xullas, bu qoida qabul qilinsa nima bo'ladi? Birinchidan, Rossiyaning o'zini kasalxonalari, tibbiy markazlari ancha qiynalishadi. Chunki bittada ko'p odamlar kelib tibbiy ko'rikdan o'tishga harakat qilishadi. Buni to'g'ri tushunishingiz uchun, masalan, ilgari odamlar 1 oyga yoki 1,5 oyga Rossiyaga kelgan bo'lsa, bir qandaydir shaxsiy ishlari bilan yoki qarindoshlarining yoniga, ular bunday tibbiy ko'rikdan o'tishmasdi. Hozir esa aynan 30 kunga kelganlarga ham ular tibbiy ko'rikni o'rnatishmoqchi. Eslatib o'taman, bundan tashqari 2026-yilda ular shu straxovoy polislarni ham olishni majburiy qilishmoqchi. Xullas, hamma shu g'oyalarni bitta joyga yig'sak, tushunishimiz mumkin. Aynan Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarni shu tibbiyot tomonidan huquqlarini ancha qisqartirishga qaratilgan va mening fikrim bo'yicha bu qonun qabul qilinishi ehtimoli juda ham baland. O'tgan hafta Rossiyada katta reydlar bo'lib o'tdi. Masalan, Sankt-Peterburgda Apraksin dvorida katta reydlar bo'ldi. Reyd natijasida 112 ta chet el fuqaroning hujjatlari tekshirilgan. Ularning ichida 45 tasiga nisbatan ma'muriy protokollar tuzilgan. O'z o'rnida Yekaterinburgda ham Rosgvardiya Sobir politsiya xodimlari tomonidan katta skladda mehnat muhojirlariga nisbatan reyd bo'lib o'tdi. Bu yerda 81 ta o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojir aniqlangan. Ular bu yerda baliq sexida ishlashgan va natijada bularning ichidan 41 ta mehnat muhojir Rossiyadan vidvareniyaga ega bo'lishdi. Kurganskiy oblasining Ichki ishlar vazirligi ham o'z faoliyati haqida ma'lumot berishdi. Bayram kunlari doirasida Kurganning o'zida katta reyd bo'lib o'tdi. Reyd natijasida 107 ta O'rta Osiyolik davlatlarning fuqarolarining hujjatlari tekshirilgan va tekshiruv natijasida 10 ta o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojir Rossiyadan, aynan Kurganskiy oblasidan vidvareniya bo'lishdi. Xullas, ko'rib turibmiz, 2026-yil boshlandi va reydlar, tekshiruvlar tamom bo'lmayapti. Xullas, siz ham hozir Rossiyada ishlab kelayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'linglar, o'z hujjatlaringizni yoningizda olib yuringlar. Hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, tartibga keltiringlar va xudo saqlasin, bir qandaydir salbiy vaziyatga tushib qolsangiz, bizning yuridik idoramiz haqida unutmanglar. Bizning idoramiz Rossiyada 2012-yildan boshlab o'z faoliyatini yuritmoqda. Bu yillar davomida minglab mehnat muhojirlariga biz har xil og'ir vaziyatlarda yordam berganmiz. Hozir ekranda murojaat uchun telefonlar chiqadi. Hozirgi zamonda bu telefonni albatta saqlab qo'yinglar. Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari Bastrykin endi Chelyabinskiy oblastida Kapeysk shahridagi shu noqonuniy avashniy lavkani yuritgan shaxsga nisbatan jinoyat ishini qo'zg'atishga qaror qildi va bu ishni o'z nazoratiga oldi. To'g'risi, bu yangilikni o'qiganimdan keyin ko'zlarimga ishonmadim. Tasavvur qiling, butun Rossiyani tergov qo'mitasining rahbari bitta bir Chelyabinskiy oblasining kichkina shaharidagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotayotgan bir chet el fuqaroga nisbatan jinoyat ishini o'z nazoratiga olmoqda. Nahotki shunchalik mayda, ma'muriy ishga tortadigan voqealarni ham tergov qo'mitasining rahbari o'z nazoratiga oladi. Men niyat qilardimki, Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari birinchi bo'lib mehnat muhojirlariga bo'layotgan noqonuniy harakatlar, bir xil vaziyatlarda ularni reyd natijasida o'ldirilganliklar va shunga o'xshagan hodisalarni o'zining shaxsiy kontroliga olsa,
menimcha yomon bo'lmasdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Dumani millatchisi Sergey Mironov yana bir g'alati g'oya bilan chiqdi. Bu g'oyaga binoan Rossiyaga kelayotgan chet el fuqarolar maxsus yaratilgan deportatsion depozitga pul to'lashlari kerak va Rossiyadan chiqib ketgandan keyin bu pullar ularga qaytarilishi kerak. Bunga asos bo'lganligi Rossiyaning shu Moliya vazirligining rasmiy ma'lumoti 2025-yilda chet el fuqarolarini deportatsiya qilish uchun Rossiya byudjetidan 900 millionga yaqin mablag'lar ishlatilgan. Buni ko'rib, millatchi deputat bu xarajatlarni chet el fuqarolar o'zlari to'lashligi haqida gapirib chiqdi. Uni so'zlari bo'yicha, kelayotgan yilda mehnat muhojirlarini deportatsiyaga qaratilgan xarajatlar 1 milliarddan oshadi. Shuning uchun bu xarajatlarni ham mehnat muhojirlarining bo'yniga qo'yish kerak. Albatta bu g'oya ham shu millatchilarga yoqaman deb kiritilgan. Chunki hech qachon Rossiyada bunday to'lovlar kiritilmaydi. Chunki Rossiya qonunchiligi bo'yicha aybi yo'q odamlarga bunday talablarni qo'yish noqonuniy. Xullas, bugungi qonunchilik bo'yicha bunday takliflar o'tmaydi. Lekin yil endi boshlandi. Endi Xudo biladi, Rossiyada qanday qonunlar yana yaqin vaqtda qabul qilinishi mumkin. Ha do'stlar, eslatib o'taman, sizlarga avia chipta kerak bo'lsa, Uzmigrant aviadan sotib olinglar. Hozir ekranga telefonni chiqarib qo'yamiz va bu yerga yana ssilkani ham qoldiraman. Bu yerda siz posredniklarsiz Primoy aviakompaniyalardan biletni sotib olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Do'stlar, bugungi yangilarimiz shu loyihalardan iborat. Meni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Kommentariy yozinglar va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.